Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar derman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tib tushar zihni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilloyu zar onamga, kerak emas qanotu pat onamga. Shul sababdan farishtasiz Assalomu alaykum barchaga. Farsh Burger ijodiy jamoasini kuzatib boradigan aziz kuzatuvchilar, bugun biz Qo'g'ay qishlog'iga navbatdagi xizmatimizga tashrif buyurdik. Yulduzxonamizni taomli taomlar bilan tabriklagan tashrif buyurdik. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiska tashlashni unutmang. Kommentariyani bag'latib tashlaymiz.
baxtimga onam bo'lsa bas. Rahmat kelganlaring uchun. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Majaliy onajon, taomli taomimiz bilan siz qalbimizdan tabriklar qolamiz. Farzandlaringiz nomidan tashrif buyurdik. Necha yoshda oldingiz? 49. She'rni aldadilar, 18 yoshga kirdilar. 18 yoshingiz bilan tabriklar qolamiz. Iloyim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Oilaviy oqibatlarga hech qachon do'stlarimizning bu yil bo'lmasa keyin sevgi hojona o'tganimizdan shu yaqinlaringiz bilan bir yerda kutamiz, har birimizga nasib qilsin. Hozirgi aytib beradigan qo'shig'im farzandlaringiz nomidan qabul qilamiz. Albatta xursandman. Kichik bo'ldim men. Shunaqa xursand rahmat. Ichida ko'ringlar, ozgina javob xursandmiz. Yaxshi kunlarda ko'rish hamisha nasib qilsin. Endi bizga bitta farzandlaringiz nomiga bitta chiroyli javob berasiz. Allohim shu xonadonimizga hamisha xursandchilik bo'lsin. Ilohim mana hammalaringni meni shunchalik xursand qilganki, shunaqa xursand bo'ldim. Ilohim Parvardigorim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, yana yillarga, hojlarga borganimizda ham shunaqa xursandchiliklarda bilan bizga sherik bo'lishlaringizni tilayman. Ilohim Parvardigorim hammalaringga rahmat, shunchalik meni xursand qilganlaringiz uchun. Kam bo'lmayman. Ilohim sizlarga ham yaxshi kunlaringizda bizga qaytaraylik, Xudo xolasa. Sizlarga ham rahmat, hammalaringga tan joninglar sog' bo'lsin. Ilohim Parvardigorim shunaqa tug'ilgan kunlarda bular nasib qilib o'tirishlik Alloh o'zi nasib aylasin. Ilohim hammalaringga xush kelibsizlar. Xonadonimizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. O'qitima chamoqati, so'zda zada, najran qasetsan